avlod-u zurriyotni tarbiyasi, avlod-u zurriyotni nafaqasini yetkazishlik, ularga qo'ldan kelgancha ta'lim, ilm bilan bahramand qilishlik va ularni yurgan turganlarni har doim nazardan o'tkazib turishlik. Yosh davringda nima bo'lsang qilib qol degan gapga yo'l bermasdan, yosh davringda o'qib qol, ishlab qol, riyozat chekib qol deb ta'lim berishlik. Ba'zi xonadonlarda shunday noto'g'ri harakatlar bor. Go'yo farzandlarga mehribonchilik qilish yo'li bilan ota-enalari yo'l beradilar. U xonadonda har turli ishlar sodir bo'ladi. Ota-enalari rozi bo'lib o'tiradilar. Alloh taolo Qur'onda qu anfusakum va ahlikum naran deb o'zingizni ham do'zaxdan saqlang, bola-chaqangizni ham do'zaxdan saqlang deb bu dunyoda ota-enaga Alloh taolo amr qilgan. Ota-ena o'zini shu vazifasini ado qilmasa, o'zi ham do'zaxiy, farzandlarni ham do'zaxiy bo'lishiga sababchi bo'ladi.